30-pora. Naba surasi. Makka da nozil qilingan 40 oyatdan iborat. Naba xabar degani. Surada ulug' xabar, ya'ni qiyomat to'g'risida bahslashgan Makka mushriklariga aniq javoblar beriladi. Yana unda Alloh o'z qudrati bilan yaratgan borliq, koinot va mavjudotlar, qiyomat kunining shiddati, jannatdagi rohat farog'at, iymonsiz o'tganlarning qiyomat kuni pushaymon bo'lib, hatto tuproq bo'lib ketishni orzu qilishlari kabi ma'lumotlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Mushriklar bir-birlari bilan nima haqida savol-javob qilmoqdalar? Ulug' xabar qiyomat haqida. Qayski u haqda ular doimiy ravishda tortishuvchidirlar. Yo'q, ularning gumonlari behudadir. Ular yaqinda bu xabarning haq ekanini qabrda bilib olajaklar. So'ngra yana yo'q, oxiratda bilib olajaklar. Biz yerni to'shak qilib qo'ymadikmi? Tog'larni esa yerni tutib turuvchi qoziqlar qilib qo'ymadikmi? Biz sizlarni juft-juft qilib yaratdik. Uyqularingizni badan va asablaringiz uchun orom qildik. Kechani barcha narsani yashirib turadigan libos qildik. Kunduzni esa tirikchilik vaqti qildik. Tepangizda 7 qavat mustahkam osmonni bino qildik. Yana charaqlab turuvchi chiroqni, quyoshni paydo qildik. Yana biz siqib chiqaruvchi bulutlardan duv-duv suv, yomg'ir yog'dirdik. Toki u sababli don va nabotot undirib chiqarurmiz. Shuningdek, qalin serdaraxt bog'larni ham. Albatta ajrim kuni hisob kitob uchun belgilangan vaqtdir. U kunda sur chalinur bas, sizlar to'p-to'p bo'lib mahshargohga kelursiz. Osmon ham ochilib, farishtalar uchun darvozalarga aylanib qolur. Tog'lar ham joylaridan to'zitib yuborilur, bas u sarobga aylanib qolur. Albatta jahannam tushuvchilarni kutuvchi, haddan oshganlarning boradigan joyidir. Ular u joyda uzoq zamonlar abadul abad qoluvchidirlar. U joyda sovuqlik va ichimlikni totmaslar, faqat qaynoq suv va yeringnigina toturlar. Mana shu qilmishlariga loyiq jazodir. Chunki ular qiyomatdagi hisob kitobdan umid qilmas, qo'rqmas edilar. Oyatlarimizni ilohiy vahiy deb bilish o'rniga butunlay inkor etar edilar. Holbuki biz barcha narsani hisob kitob qilib yozib qo'ygandirmiz. Bas ey jahannam ahli, azobimizni totib ko'ringiz. Endi sizlarga faqat azobnigina ziyoda qilurmiz. Albatta taqvodorlar uchun jannatda katta najot
va ne'matlar bordir. Ya'ni bog'lar va uzumlar, yosh va husnda tengqur, bo'luq siynali hur qizlar va sharob to'la qadahlar bordir. Ular u joyda biror behuda va yolg'on so'z eshitmaslar. Bu Rabbingiz tomonidan bo'lmish mukofot va hisob kitobdir. U osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsaning Parvardigori, Rahmon, mehribon zotdir. Undan izn bo'lmaguncha qiyomat kuni so'zlash imkoniyatiga ega bo'lmaslar. Ruh, Jabroil va barcha farishtalar saf tortib turadigan kunda odamlar gapirmaslar. Faqat Rahmon, mehribon zot izn bergan kishigina so'zlar va faqat rost so'zlar. Bu haq va rost kundir. Bas kim xohlasa Parvardigori tomon qaytadigan yo'lni tutar. Ey Makka kofirlari, dar haqiqat biz sizlarni yaqinda voqe bo'ladigan azobdan ogohlantirdik. U kunda har bir kishi o'zi qilib o'tgan narsani, ya'ni barcha yaxshi yomon amallarini ko'rar va kofir kimsa koshki tuproq bo'lsam der.